Xo'sh, uylanmaganlar uchun baxt nimada? Bizlar uchun baxt, meni sevgilim, muhabbatim har doim meni yonimda bo'lib tursa, bundan ortiq baxt yo'q. A unda er-xotinlar uchun baxt nimada? Aka, er-xotinlar uchun eng katta baxt shu bolalarni soat 8 bo'lmasi uxlab qolishi. Ana bu eng katta baxt er-xotinlar uchun. To'g'rimi? To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Undan ortiq baxt yo'q. Bo'lsa yozsin kommentariyada er-xotinlar. Uylanmaganlar ko'proq nimadan qo'rqadi? Aka, men sevgimni yo'qotishdan qo'rqaman. Mana shu muhabbatimni yo'qotishdan qo'rqaman, akajon. Er-xotinlarchi ko'proq nimadan qo'rqadi? Aka, bizlar shanba yakshanba kelishdan qo'rqamiz, ha? To'ppa-to'g'ri. Shanba yakshanba chunki bog'cha bilan maktab yo'q-ku. Uyimizga bomba tushadi, o'sha narsadan qo'rqamiz aka. Qarang-da, sevgan qizingiz aytgan narsalarni olib berasizmi? Ha, har doim olib berganman. Mana kecha iPhone 17 so'raganda iPhone 17 olib berdim. Katta teddi ayiq so'raganda teddi ayiq ket. 1000 ta